Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun Football Time jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, unda kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos, biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyat. Hurmat bilan Football Time jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Agar bu transfer yakunlansa, Oston O'runov Persepolisdan ketadi. Eron terma jamoasi va Polshaning Lech klubi vengri Ali Golizoda faoliyatini Eronning sovrindor jamoalaridan birida davom ettirishi mumkin. Persepolis News xabariga ko'ra, Tehronning Persepolis jamoasi yana bir bor Alini o'z safiga qo'shib olmoqchi bo'lmoqda. Bu transfer yakunlansa, qizillar tarkibida katta o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Mavsum o'rtasidagi transferlar oynasida jamoa va futbolchi to'liq kelishuvga erisha olmagan. Aniqrog'i, Fors klubi Lech Poznanni rozi qila olmagan. Amaldagi chempionlar bir necha kun oldin Golizodani jalb qilish bo'yicha muzokaralarni qayta boshlashdi. Hatto unga birinchi rasmiy so'rov ham yo'lladi. Manbaning yozishicha, agar transfer yakunlanadigan bo'lsa, O'zbekiston terma jamoasi a'zosi Oston O'runovning jamoadan ketish ehtimoli katta. Ma'lumot uchun, O'runov joriy mavsum jarohatlar sabab ko'plab uchrashuvlarni o'tkazib yubordi. Legionerimizning super o'yinlari sabab tehronliklar o'tgan mavsumda chempionlikni qo'lga kiritgandi. Chilamni kurashib kelyapsiz o'zi bu kasallik bilan? Bu kasalligimga 3 yil bo'ldi. Qatlaringiz metastaza berganmi aka? Boshimda orqa tomoniga, bo'ynimda yoniga, orqa yelka tomonlardan ham chiqdi. Kim nima desa qilib ko'rdim. Hamma yoqqa bordim, hamma narsa qilib ko'rdim. 1 yil ichib qo'ydim-da o'zi. Inshaalloh. Taj doktorlar endi bo'ldi, bizni bezovta qilmang degan joyda men mana shu xalilani ichib, shunaqa efiga zo'r bo'ldi. Shunday men yengib oldim desam ham bo'ladi-da. Hozir tekshirtirganimda qonda ham yo'q, faqat shu ko'krakda yong'oqdan sal kattaroq narsa qoldi. Boshdagi o'simta, yelkadagi o'simtalar yo'q bo'lib ketgan. Ular yo'qolib ketdi. Mana shu xalilani ichib men qutulib ketdim. Kim ko'rsa menga aytadi, siz aldayapsiz, kasal emas deydi-da. Abar ozgina qoldi. Ozgina harakat qilsam umuman qutulib ketaman. Ana xolos, Yamalning otasi realchilarga iltimos bilan murojaat qildi. Barselonaning 17 yoshli yulduzi Lamin Yamalning otasi Munir Nasroviy ashaddiy raqib Real fanatlariga iltimos bilan murojaat qildi. Munir Nasroviy madridliklar futbol ishqibozlaridan o'g'liga hurmat bilan munosabat qilishni so'rayapti. Lamin faqatgina Barselona o'yinchisi emas, u o'z mamlakati terma jamoasida ham o'ynaydi. Shu yoshida Barselonaning 100 ta uchrashuvida ishtirok etgan futbolchi maqtovga loyiq. Bu haqda yomon gaplar chiqarish menga yoqmaydi. Laminni so'kmang. Barselona muxlislari Realning yosh iste'dodlarini haqorat qilmaydi-ku, dedi Munir Nasroviy. Shahboz Umarov yozda Turonni tark etishi mumkin. O'zbekistonlik hujumchi Shahboz Umarov yozda Qozog'istonning Turon klubini tark etishi mumkin. Bu haqda Sports.kz xabar berdi. Manbaga ko'ra, Turon xorijlik futbolchilarning maoshlarini to'lashda muammoga duch kelmoqda va yetakchi futbolchilarni saqlab qolishning imkoni yo'q. Umarovga O'zbekiston va xorijning boshqa chempionatlardan takliflar bor. Futbolchi hozirda ushbu takliflarni ko'rib chiqmoqda. Ushbu jamoada Umarovdan tashqari Xurshid Muxtorov, Vodiljon Abdumajidov va Behroz Asqarov kabi o'zbekistonlik futbolchilar to'p surmoqda. Arsenal Saliba borasida Realga jiddiy shart qo'ydi. So'nggi paytlarda Real Madrid Arsenalning markaziy himoyachisi William Salibaga qiziqish bildirayotgani haqida ko'plab xabarlar tarqaldi. 24 yoshli fransiyalik futbolchi kanonerlar safida yaxshi o'ynamoqda. Shuning uchun madridliklarning qiziqishi ajablanarli emas. Transfer News Live nashri xabariga ko'ra, Arsenal Realga jiddiy shart qo'ygan. Londonliklar boshqa fransuz yarim himoyachisi Aurelien Tchouameni'ni olishsa, Salibani sotishga tayyor. 24 yoshli Salibani nufuzli transfer market portali ekspertlari 80 million yevroga baholamoqda. 25 yoshli Tchouameni ham o'z navbatida 80 millionga baholangan. O'lganimda yotib dam olish uchun ko'p vaqtim bo'ladi. Bruno Fernandesh.
Manchester United yarim himoyachisi Bruno Fernandesh murabbiy va fizioterapevtlar unga dam olishni maslahat berayotganini ma'lum qildi. Kuni kecha portugaliyalik futbolchi Yevropa Ligasi yarim finali bosqichida Atletikoga qarshi o'tkazilgan o'yinda dubl qayd etgandi. Menejer va fizioterapevt menga sal bo'shashish va dam olish kerakligini aytishadi. Lekin men bunga rozi emasman. O'lganimda yotib dam olish uchun ko'p vaqtim bo'ladi, deya ta'kidladi Fernandesh. 30 yoshli Fernandesh joriy mavsum 52 o'yinda ishtirok etib 19 ta gol urdi va 18 ta golli pas uzatdi. O'zbekiston U17 terma jamoasi yopiq formatda yig'in o'tkazadi. Islom Ismoilov boshqaruvidagi O'zbekiston U17 terma jamoasi ertadan o'quv mashg'ulot yig'iniga kirishadi. O'smirlar terma jamoasi Toshkent viloyatida 3-may kundan mashg'ulotlarni boshlaydi. Oldinda turgan muhim musobaqa FIFA U17 jahon chempionatiga munosib tayyorgarlik ko'rish, yosh futbolchilarning bor e'tiborini mashg'ulotlarga qaratishni ta'minlash maqsadida yig'in yopiq formatda tashkil etiladi. Mashg'ulot jarayonlari Ufa rasmiy sahifalari orqali yoritib boriladi. Darvozabonlar Ibrohim Shokirov, Bahodir Izboskanov, Ne'matulloh Rustamjonov. Himoyachilar Hoji Akbar Botiraliyev, Muhammad Hakimov, Mo'minxon Bahodirxonov, Amirxon Murodov, Miraziz Abdukarimov, Behruz Saidmurodov, Muhammadali Musaxonov, Dilyorbek Mahmudjonov. Yarim himoyachilar Sadriddin Hasanov, Akbar Muhammadov, Muhammad Habibullayev, Sayfiddin Sodiqov, Abdulloh Fazliddinov, Azizbek Abdumo'minov, Jamshidbek Rustamov, Abubakir Shukrullayev, Azizbek Erimbetov, Faridjon Abdullayev. Hujumchilar Nurbek Sarsimbayev, Asilbek Aliyev. Jamoa bosh murabbiyi Islom Ismoilov. Harry Kane yozda Angliyaga qaytadimi? Forward qaror qabul qildi. Ingliz ommaviy axborot vositalari Myunxenning Bavariya klubi hujumchisi Harry Kane yozda o'z vataniga qaytishi mumkinligi haqida yozishmoqda. Talksport nashrining bu masalaga oydinlik kiritishicha, 31 yoshli forward hozircha Myunxendan ketmoqchi emas, u yana kamida 1 yil Bavariyada qoladi. Keyin 2023-yilning yozda 95 million yevro evaziga Tottenhamdan Germaniyaga ko'chib o'tgan. Hozirda uning amaldagi shartnomasi 2027-yilning yozigacha mo'ljallangan. Liverpool futbolchisiga Saudiya klublari va Atletiko qiziqish bildirmoqda. Saudiya Arabistoni va Ispaniyaning Atletico Madrid klublari Liverpool hujumchisi Darwin Nunezga qiziqish bildirmoqda. Nunez Premier Liganing joriy mavsumida 8 marta asosiy tarkibda maydonga tushdi va 26 o'yinda 1000 daqiqadan sal ko'proq o'ynadi. Liverpool bosh murabbiyi Arne Slotning ishonchini qozona olmagan Nunez endi Merseysaytliklar klubini tark etishi kutilmoqda. Jurnalist Ben Jacobsning fikricha, Nunezda hozirda ikkita asosiy variant bor: Saudiya Arabistoni va Atletico Madrid. Masalan, Atletico urugvaylik 25 yoshli futbolchini 45 million funt sterlingga sotib olish majburiyati bilan ijaraga olishga tayyor. Saudiyaliklar yanvar oyida Liverpoolga Nunez uchun 65 million funt taklif qilishgan. Ammo qizillar Darwinni mavsum o'rtasida qo'yib yuborishga tayyor emas edi. Husanov bilan har kuni gaplashaman. Fayzullayev. Abbosbek Fayzullayev Match TVga bergan intervyusida Manchester Cityda Abduqodir Husanovni qo'llab-quvvatlayotganini ma'lum qildi. Husanovning o'yinini kuzatib boryapsanmi? Ha, kuzatib boraman. Aloqada bo'lib turaman, deyarli har kuni gaplashamiz. Unga hamma ishida omad tilayman. Butun O'zbekiston bilan uni qo'llab-quvvatlaymiz. U seni Manchester Cityga taklif qilmadimi? Hozircha yo'q, dedi CSKA yarim himoyachisi tabassum qilgan holatda. Ma'lumot uchun, Husanov qishki transferlar oynasida Fransiyaning Lens jamoasidan Angliya klubiga o'tgandi.